Sel charchidim. Ba'zida dardlar patmaydi ichiga insonning. Har bo'g'imidan ayrim tashidi achchiq vaqt bilan. Yeshimdan charchidim. Yeshimdan ansirayman bu kunlarda. Qanchaga kirdim, rostilla sanamadim. Bilmayman. Balki 40'larda durman, balki 30'larda. Balkim 90 yil yumulandim bu dunyoning sirtida. Hech bilmayman. Hayot ostilamas ritmi va tugumas jidali bilan eqib ketyotidi. Bahorning xush hididan qaynam tashqinliq cho'mgan chechaklar bilan aslayman o'ttir maktab chog'larimizni. Qaysimizga qish, qaysimizga bahor bo'lib jon ko'ydirgan dadalarimizni. Bu mamlakatda insonlar balkim eng ko'p dada sanjiqi bilan ingraydi. Eng ko'p dada deganimizda aqlimizga keladi bolaligimiz. O'tmishga talmurgan pardadan sirg'aydi o'tgan kunlar. Ular bilan zidiyat, ular bilan savdo yashag'inimiz. Eng ko'p dada yo'qligining hasrati bilan tatilaydi ekan zaman hijronning yarısini. İnsan dada bo'lganda ondan tushunadi ekan dadasini.